Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yana sizlarni Atchuchoy kanalida ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun biz sizlar bilan olis o'tmishga qaytamiz, ya'ni Neoline 7500S radar detektorini proshivka qilishni ko'rib chiqamiz. Bu videoni chiqarishimning asosiy sabablaridan biri, bilamiz, Neoline saytida hozir o'zgarishlar bo'lgan va ko'pchilik uni qanday yangilashni bilmayotganlar ham bor ekan. Hozir men sizlarga o'shani qanday yangilashni ko'rsatib o'taman. Aytgancha, bu videoda faqatgina proshivka qilish videosi bo'ladi. Sozlamalar, ya'ni nastroykasini to'g'irlash videosi bundan keyingi video bo'ladi. Men u videoga ssilka qoldiraman, bemalol ko'rishingiz mumkin yoki profilga o'tib ham ko'rsangiz bo'ladi. Aytgancha, kanalimiz rivojlanishi uchun albatta obuna bo'lishni, like bosishni, izohlarda o'z fikringizni qoldirishni unutmang. Demak, biz boshladik. Demak, aziz do'stlar, bizga proshivka qilish uchun ko'p narsa talab etilmaydi. Birinchi navbatda albatta radar detektorining o'zi, undan keyin original o'zini USB kabeli, iloji boricha o'zining korobkasidan chiqqan bo'lsa, juda ham yaxshi bo'ladi, chunki ko'plab kabellar tushmasligi mumkin. Keyin bizga albatta internetga ulangan kompyuter va internetda xullas kelam. Uni farqi yo'q, notebook ham bo'laveradi. Va eng muhimlardan biri, siz bizning kanalimizga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak. Demak, biz boshladik. Xo'p, kompyuterimizdan bizda ikki xil yo'l bor aytgancha. Mani shaxsiy Telegram kanalim bu, Atchuchoy deb nomlangan. O'sha gruppaga kiradigan bo'lsangiz, hozir men sizlarga ko'rsatib o'taman. Aynan o'sha joyda biz har xil turdagi radar detektorlarni gaplashamiz va albatta o'sha joydan siz radar detektoringizni yangilashingizni ko'rib olsangiz ham bo'laveradi. Ya'ni proshivkani olsangiz bo'laman, turibdan ta'minotlar barchasi. Mana o'zi ko'chirilgan. Mana papkasida paydo bo'ladi mana hammasi. Yoki o'zingizda ishingizni qiynaltirib, Neoline saytiga kirasiz. Aytgancha gruppaning ssilkasini qoldirib qo'yaman. neoline.ru. Xo'p, ofitsialniy magazin Neoline deyapti. Endi qarang, biza YT qilishimiz kerak. Zaregistratsiya qilmoqchi bo'lsak, bizning telefon raqamimiz to'g'ri kelmaydi, chunki biz Rossiya fuqarosi emasmiz. Ya'ni bu asosan Rossiyada ishlagani uchun O'zbekiston raqamlarini registratsiyasi yo'q. Qanday kirsak bo'ladi? Bizda mana pastda Telegram turibdi. YT как mana через Telegram orqali kirsak bo'ladi. Bu nima uchun? Bu sizni profillaringizni o'g'irlamaydi. Afsuski, men oldin kirgan ekanman bu profildan. To'xtang, endi men bu yoqdan kirib ko'rsatishim kerak sizlarga. Xo'p, Neoline deb yozamiz. Neoline, men bu yoqdan ham saqlanib qolgan deyman-da. Xo'p, biz YT qilganimizdan keyin tepada YT turibdi. Через YT qolib ketgan ekan. Xullas, o'sha joyni bu moy kabinet YT. Menda saqlanib bo'lib qolib ketgan ekan. Siz mana shu joyda YT qilib bosasiz. YT qilib bosganingizdan so'ng sizga profilingizda login parollarni so'raydi. Ya'ni to'g'riroq telefoningizga, Telegramingizga SMS keladi. O'sha Telegramdagi SMSni yoki kiritasiz yoki o'sha joydan men ushbu saytga kirishga ruxsat beraman deb print degan tugma chiqadi. O'shani bosganingizdan so'ng bu narsa olam hal bo'ladi. Endi qanday yangilaymiz? Endi mana tepada обновление bo'limiga o'tamiz. O'tganimizdan so'ng menda o'zi ikkita model turgan ekan, lekin men bu yoqdan добавить bo'limini bosamiz. Endi qarang, nimani tanlashimiz kerak? Bu yoqda mana videoregistratorlar, gibridlar va radar detektorlar mavjud. Biz radar detektor kiramiz. Xo'p, modelda mana qarang 7500S modelini tanlaymiz. Zaregistrировать. Bo'ldi. Bizning mahsulotimiz o'sha registratsiyadan o'tdi. Kiramiz endi. Sizga endi yangilanishlar qaysi birini ko'chirishingiz kerak. Agarda sizning dasturiy ta'minotingiz, ya'ni proshivkangiz SW31 dan past bo'ladigan bo'lsa, quyidagi mana joyini bosishingiz kerak. Undan so'ng mana skachat qilamiz. Mana bitta skaner qilib oldi, ssilka tashlab berdi. Xo'p, undan keyin baza radarov, ya'ni bizning O'zbekistonniki mana RF plus SNG включая O'zbekiston turibdi. Albatta buni qo'shishimiz kerak. Eslatib o'taman, ushbu sayt Neoline'da baza har kun chiqadi. Siz dasturiy ta'minotini, to'g'rirog'i radar detektoringizni, GPS'ini, ya'ni bazasini hech bo'lmasa 5 kunda yangilab turishingiz kerak, zarur. Sababi hozirda kundan kunga yangi turdagi radarlar tinmasdan o'rnatilyapti. Shuning uchun ham o'rnatib qo'yganingiz muhim. Endi qarang, men bu yoqdan o'chib ketmagan vaqtida yoki agar o'chib ketadigan bo'lsa, mana men bu yoqda o'zi mana загрузки bo'limi turibdi mana. Yoki mana shu joydan ham go'xta chiqadi ayrim brauzerlarda. Yoki mana shu joyga o'tib, mana 3 nuqtachani bosib
загрузки bo'limiga o'tasiz. O'tganingizdan so'ng mana bunday chiqib keladi ikkita fayllar. Undan qarang, uzoq ketmaysiz ko'p. Mana papkani rasmi turibdi. Mana shu jonivorni bosadigan bo'lsangiz, mana shu jonivorni bosadigan bo'lsangiz, ikkita fayl ham mana turibdi. Mana Parashivka S131 и baza. Ctrl+C qila olamiz va o'zimizga qulay bo'lgan glavniy ekranga tushirib tashlab olamiz. Eslatib o'taman, bunaqa saytga kirib o'tirmasdan, boshingizni og'ritmasdan bizning kanalimizga kiradigan bo'lsangiz, Telegram kanaliga, Telegram kanalda siz mana har xil turdagi parashivkalarni so'rasangiz sizga qilib berishadi. Ko'rdingizmi? Maslahatim shunaqa. Xo'p, qaranglar, mana gruppaga kirib olganimizdan so'ng mana 540 ta odam bor, bemalol obuna bo'lsanglar bo'ladi. Mana bu yoqda aloqalarga hamma narsalar bor. Keyin ushbu shu faylga meshkani o'ng tomon bossak, mana bu yoqda show in folder chiqadi. Ya'ni papkalar ko'rsat degani. Mana parashivkasi chiqib keldi va pastda yana turibdi anaqasi ham. Qarang, bugungi sana bilan bo'lingan. Yoki ancha ilgarisiga ko'chirgan ekanman. Xullas kalom, mana shu narsani ko'chirib olyapsiz-da. Mana turibdan GPS bazani yangisi bu yoq tepada turgan ekan adashimdan. Parashivka bu yoqda turadi. O'zimizga qulay bo'lgan joyga ko'chirib qo'yamiz. Misol uchun men glavniy ekranga qo'ydim. Undan so'ng ushbu faylni arxivdan chiqaramiz. Izlechit все. Ana ko'rdingizmi? Mana quyidagicha fayllar chiqdi. Biz kiradigan narsamiz mana GPS updater degan fayl turibdi. Shu GPS updaterga 2 marta bossak sizga quyidagicha o'rnatishim kerakni so'raydi. Albatta deymiz, bu bizga virus emas deymiz. Endi muhim narsalardan biri, eng muhimlardan biri desak ham bo'ladi. Qarang, radar detektorda olyapman va kabelni ulayapman. Va kabel ulaganimdan so'ng kompyuterga ulayman. Mana ting etgan ovoz eshitildi deb o'ylayman sizlarga ham. Va aytyapti, mana kutib turamiz shu joyda. Nimadir qilmoqchimisan degan joyda X bosamiz. Va mana bu yoqda o'z ko'rishni boshlayman. Qarang, mana bu tichkalab bersam bo'ladi. Va men hozir ko'chirib olgan faylimni qayerga topishim uchun oson bo'lishi uchun kompyuterda bosaman. Agar sizga chiqmay qoladigan bo'lsa, ana рабочий stol turibdi. Qarang, рабочий stolga Parashivka SD bir balo turibdi. Shunga kiramiz. Mana bosganimizdan keyin mana o'zi bitta fayl chiqadi. Oq fayldan bosadigan fayl o'zi bitta bo'ladi. O'shani tanlaymiz. Ikkinchisi data GPS. Ya'ni kunlik bazalar. Bu рабочий stolga qolib ketdi. Chunki bizlarning ikkita fayl edi-yu, mana рабочий stolga qolib ketdi. Mana buni tanlaymiz. Bu aynan shu baza faylni siz har bir haftada yangilab turishingizni tavsiya qilaman. Bu narsa juda ham muhim. Xuddi sizni bizning kanalga obuna bo'lgandek va izoh yozgandek muhim va like bosgandek. Shuning uchun ham har 7 kunda yangilab turishingiz kerak. Voice bu ovoz fayllari. Bu ovoz fayllar Parashivka SW31 ning ichida bo'ladi. Telegramdan chiqib qo'yaylik. Zakrit okno. Xullas, undan keyin mana ovoz fayli bu, mana gapirishi, o'zbekcha ruscha gapirishi, mana shuni tanlaymiz. Bu radar qismi, radarni yaxshi aniqlashi va buni ham открыть qilamiz. Va so'ngra download tugmachasini bosamiz va kutamiz. Kutganni sabrda tagi sarg'oltin deydi. Sizlarning qimmatli vaqtlaringizni olmaslik uchun ushbu videoni tezlashtiraman. Demak, akaxonlar ko'rib turganingizda teng etib ovoz chiqardi va bizning ishimiz tayyor bo'ldi deya sizni ogohlantiryapti. Biz nima qilamiz? Bu yoqda bo'lsa, OK tugmachasini bosamiz. Ko'rganingizdek, mana o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, mana firmware file is updated, database file is updated hammasi yangilandi deyapti. Va exit tugmachasini bosamiz. Endi juda ham muhim ishlardan biri qoldi, ya'ni radar detektorini zo'r ishlash uchun endi uni sozlamalarni to'g'ri qilish kerak. Bu sozlamalar videosi esa bundan keyingi video bo'ladi. Shuning uchun ham siz kanalga obuna bo'ling va tezda o videoga o'tib, ushbu videoni ham ko'rib chiqing. Demak, sizlar bilan Achucho jamoasi bo'ldi. Ko'rganingiz uchun rahmat. Sog', salomat bo'ling. Hayotgancha yana bir bor eslatib o'taman. Obuna bo'lishni, like bosishni, izohlarda o'z fikringizni qoldirishni va albatta istasangiz donat qilishingiz ham mumkin. Eslatib o'taman, radar detektorlarining istalgan turini ham bizdan xarid qilishingiz mumkin. Demak, sog' bo'ling, omon bo'ling.